Gaz juda qimmat resursda, u tillaga teng resurs. Gazdan masalan biz hozir ovqat pishirish uchun, uy isitish uchun ishlatyapmiz. Vaholanki ovqat pishirish va uy isitish uchun quyoshdan olingan energiya ham, shamoldan olingan energiya ham yarashi mumkin-da. Lekin biz shuncha qimmat yer tagidan kavlab olingan, katta mehnat bilan kavlab olingan qo'shimchasiga agar mahsulotga aylantirib qayta ishlab sotadigan bo'lsak, 1/10 ga aylantirish imkoniyatimizni so'rayapmiz-da. Qaysi xalqlar boy bo'ladi? O'sha imkoniyatlardan to'g'ri foydalangan xalqlar boy bo'ladi. To'g'rimi? Masalan, Norvegiya juda ko'p gaz quvib ishlab chiqaradi. Odamlariga turbada olib borib ovqat pishirishga beh qo'ymagan yoki Britaniya kambag'al davlat emas. Lekin odamlariga oshxonasiga turbada gaz olib borib qo'ymagan. Gazni turbada transportirovka qilib aholini maishiy iste'mol uchun olib borib qo'yish bu Sovet davridagi eng katta xatolardan biri edi. Gazni biz katta daromad keltiradigan bir resurs sifatida qarashimiz kerak. Ana o'shanda boy xalq bo'lamiz. Uy isitish, ovqat pishirish uchun bizda mana hozir energetikamiz juda tez rivojlanyapti. Biz o'zimizni 2030-yilga kelib nafaqat energetikada bo'lgan talabimizni, balki eksport qilish darajasiga yetib boramiz va undan katta daromad olamiz. Agar mana shunga yetib borganimizda butun uylarni tasavvur qiling, konditsioner yoqsangiz uyingiz issiq. Gazda yoqib shuni bir kunlik ishlatilgan qancha kub gazni ishlatish zarurati bormi? Yo'q. Shu darajaga kelishni fikrlashni boshlagan o'zbek xalqi albatta boy bo'ladi. Lekin o'zbek xalqi shuncha gaz, shuncha yer osti boyliklari, shuncha imkoniyati bilan bunaqa yalpi ichki mahsulotimizni kishi boshiga daromadi 3000-4000 dollar bo'lib yuradigan xalq emas. O'zbekiston bugungi imkoniyatlari bilan, bugungi resurslari bilan yalpi ichki mahsulot kishi boshiga 10,000, 15,000 dollar bo'lishi kerak bo'lgan xalq. Biz faqat buni to'g'ri yo'lga qo'yishimiz kerak va bugungi davlat siyosati aynan shu yo'lda. Ana очередь. Ana shu yoqqa bir daryoga bir 300 metr bo'lmasa 200 metr ketgan. Mana bu yoqqa ketgan. Yo'q, hali больницаning yo'li, mana больница mana turibdi. Mana больницаga. Больницаga o'tib ketgan bu yoq. Mana bu yoqqa ketgan bu yoqqa. Короче, bunaqasi aylanasizlardagina. Mana ko'rinib turgan bo'lsa burki. Ana shu bor. Ana shu yerdan ham naryoqqa. Ana bu mashina ko'rinib turibdi, mana bu yoqda kelgan mana. Короче, mana bu yoqdan yaqinlashtirilgan holati mana shu yoqda o'zi borki, mana kirguncha mana darvozlar ko'ryapsizlar. Mana shu yoqqa ketguncha bir 500 metrdan kam ko'proq, bir 800 metrlar bor. Mana bu yoqda bu yoqda. Ketyapti. Ketyapti, mana mashina hali ketyapti. Zapravka mana shu, zapravka, mana mashinalar turibdi. İki yarım kilometreden zor turibdi. Kajonim böyle so'ramang iltimos. Gaz bermayapti, qozoqchasiga aytaymi sizga. Gaz yo'q, aka yo'q. Necha bitta afrikalik mashinamga meni. Sen qayerdan desam Afrikadan dedi. Ha O'zbekistonga kelibsan. Bironta so'zni o'zbekchadan bilasanmi desam, bilaman. Metan qayerga berapti deydi o'sha ham.